Assalomu alaykum. Xo'sh, bugun ertalab telefondan bir narsani shundoq qarasam, tasodifan ko'rib qoldim, bir narsani ko'rib. Shundoq dilim xira bo'ldi. Shunaqangi bir yuragim o'ynab ketdi ko'rib, bir videoni ko'rib mazam qochib qoldi-da. Bu voqea Moskvada Sheremetyevo aeroportida bo'lgan. O'shani sizlar ham ko'rsanglar, mana men hozir qo'yaman. Bu odam Belarus millatiga mansub ekan, Belarusiyalik ekan, 31 yosh ekan. Kichkina bolani shundoq oyog'idan ko'tarib turib, shundoq yerga urib chalpay qildi-da. Umurtqasini, belini sindiribdi, boshini yoribdi. Nima balolar, juda ham og'ir ahvolda komada yotgan ekan. Ota-onasiga bilan Alloh sabr bersin, lekin shu ota-onasi da to'g'risi o'zida ham ayb bor-da. Nimaga desanglar, bolani o'zini 2 yashar bolaga o'zini shundoq ko'chada, aeroportda o'zini yolg'iz oldidan siljitib qo'ygan. U shundan foydalanib mash'um bir iflos ish qilgan bu maraz. Shunaqa deymiz-u. Ota-onalar ham o'zida ham ayb bor-da. Bolani tug'ilgan kundan boshlab shu kerak bo'lsa shu 10 yosh, 11 yoshgacha har bir qadamini siljim oldidan siljimasdan, oldingizdan bir minutdan anaqa qilmasdan diqqat bilan kuzatib, har doim sergak turish kerak ota-ona. Umuman bolani bu Allohning bergan omonati. Omonatga xiyonat qilish bu munofiqlik. Qisqasi ota-onalar juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Men juda ko'p ko'rganman o'sha bolalarning qaynab turgan sumalarga tushib ketganini, suvlarga cho'kib ketganini, shu hovlida o'ynab turib shu basseyniga cho'kib o'lgan bolalarni ko'rganman, eshitganman to'g'ris. Mana shu yo'q, ketgandek ko'rganman, anaqada ham ko'rdim, to'g'ri. Juda ko'p shunaqa kuyib qolgan bolalar, qancha bolalar. Ustiga samovarlar to'kilib ketgan, issiq suvlar to'kilib ketgan. Bu ota-onani befarqligida, bu nima deydi? E'tiborsizligida. Ota-ona bir daqiqa ham, sekundlar ichida bo'ladigan narsa. Bir sekund ham odam bolasini bee'tibor qoldirish kerak emas. Men 6 oydan bir 7 oylardan bir kuryerlik qilib yuraman Toshkentda. Shu kuryerlik qilganimda juda ko'p onalarni, ota-onalarni ko'raman-da. Yo'llarda, trassalarda, trotuarlarda bolalarni umuman e'tiborsiz, bee'tibor, umuman anaqa qilmaydi. Men jahllarim chiqib qoladi. Shundoq yo'llarga qo'yib yuborishadi. U bola bu yoqdan velosipedlar, samokatlar yuradi. Keyin yo'lning chetida mashinalar
mashina yo'lga chiqib ketishi mumkin bola. Umuman bee'tibor. Men hayron qolaman. O'zi aslida mana shunaqalarni nima deydi? Ota-onalik huquqidan mahrum qilish kerak. Qattiqroq qonun ishlab chiqarish kerak. Ya'ni bunaqalarga. Bolasini shundoq xavf-xatarga qo'yib qo'yishadi. Hayronman, qanaqa ota-ona ekan, o'zini jigar go'jani, jigar bandini, shu yuragidagi bir yurakni parchasini azoblanishini, qiynalishini xohlaydi. Undan tashqari mayli bu xavf-xatarlar. Nima o'sha Belarusdagi narkoman manqurtdan kerak bo'lsa battarlari bor O'zbekistonda. Yo'q deb o'ylaysizlar, bor. Men shaxsan bilaman unaqalarni. Ko'zim bilan ko'rganman. O'zini anaqasidan, o'zining shaxsiy manfaatidan boshqa hech narsani ko'rmaydigan, ko'zi ochiq, qalbi ko'r ablahlar bor. To'lib yotibdi. Jamchi to'lib yotibman, endi bor demoqchiman-da. O'shaning uchun ota-onalar bolalarini tug'dirdinglarmi, o'sha katta bo'lib o'zini ona qilib mustaqil bo'lguncha bir daqiqa ham yolg'iz qoldirmanglar. Chatoq narsa, juda ham chatoq narsa. Omon bo'linglar.